Magniy. Magniyning organizm uchun qanchalar muhim element ekanligini bilasizmi? Uning defitsiti nimalarga olib kelishini-chi? Energiyaning kamligi, doimiy charchoq, holsizlik, asabiylik, ishda diqqatni jamlay olmaslik, uyquning yomonligi, uxlab qolish qiyin, bularning hammasi magniy defitsitining oqibati bo'lishi mumkin. Magniy defitsitining eng ko'p tarqalgan belgilari bilan tanishing. Xavotir, spazmlar, sudirigi, qo'l-oyoqlarning bijirlashishi, uvishishlar, uyqusizlik, jizzakilik, bosh og'rig'i, kayfiyatni tez o'zgarishi, surunkali charchoq, hattoki qabziyat ham. Katta yoshli odamlarga har kuni o'rtacha 400 mg magniy kerak. Sizchi, siz qancha magniy qabul qilyapsiz? Tayyor magniy kompleksi eng zo'r yechim. Bu magniy inson tanasiga maksimal ravishda so'riladi. Opisaniyada bu haqda ma'lumot qoldirdim. Albatta tanishib oling.